Hammaga salom jigarlar. Hammada bo'lgandek, menda ham haqiqiy hayot boshlandi. Ya'ni musofirchilik tomon olg'a qadam bosdim. Qo'limga chet el pasportini oldim-da, Surxondaryodan Toshkent aeroporti tomon yo'lga chiqdim. Bir kun yo'l yurib, kechasi soat 3 da Toshkent aeroportiga yetib keldim. Yashirib o'tirmayman. Qishloqdan chiqqan jaydari bolaman. Samolyotga birinchi marotaba o'tirdim va birinchi marotaba bo'lgani uchunmi, o'zimda sal hayajon bo'ldi. Eson-omon yo'lga ham tushib oldik. Bugun g'ashu o'yladik, dedim. Shu problemalar qachon tugaydi degan savol beni qiynadi-da. Shu bilan shu o'ylab, muammolar qachon tugaydi. Va nihoyat Maxachqal'a aeroportiga ham kelib qo'ndik. Odamda o'zgacha tuyg'u bo'ldi. Musofirchilik qiyinchiligini o'ylab. Mayli, nasib etsa. Bizga ham yorqin kunlar kelib qoladi. Sekin-sekin asosiy harakatlarimiz.